Assalamu alaykum, hurmatli qarindoshlar, yaxshi masalalar. Bugun 2021 yil 7-oyning 2 kuni juma. Bugun men iqtisod, sog'lomlik, muarif haqida so'zlagandan sirt yana o'tgan qitimda so'zlagan ishonch xoinlik degan leksiyaningki davomini davomlashtiraman. Oldi bilan men o'tgan qitimlik leksiyada so'zlash jarayonida ketkizib qo'ygan yoki to'g'ri atamagan bir ishki masalani o'tirib qo'yib o'tay. Ya'ni ishonch xoinlik degan shu mazmunni so'zlayotgan vaqtda men shu kuni CNN'ning, ya'ni Cable News Network degan Amerikaniki dunyoning hamma yerida, asosan hamma yerda qo'yilgan televiziyasininki Uyg'urlar haqida shu kuni ishlagan bir filmini ko'rib, necha soatliklar men so'zlagan edim. Shunda bundaq bir paketlik narsani bir xato deb qo'yibdim. O'zininki navra ochish uchun so'zlayotgan qarinishimiz, hamshirimizning ismi Halima ekan, Shvetsiyada yashaydi ekan, men Almira deb qo'yibdim. Andan keyin Avstraliyadagi singlimizning ismi Mihray Mazanov ekan. Yo'lishning ismi Mirzat ekan. Moshina men o'tganda toza inab bo'lmay qolibdi. Tizlamda o'tib ketdimi? Ufqimlar xato bo'lib qolmasin, moshina bir to'g'ri bilishingni so'rayman. Endi iqtisodiy masalaga kelsak, bugun Amerikaninki Emgak statistika byurosiningki xabar qilishicha, Amerikada 6-oyda xizmat topgan odamlarning soni 850 mingga yetgan bo'lib, bir oyning ichida. Bu ilgari iqtisodshunoslar faraz qilgan 700 mingdan ortiq 700 mingdek odam xizmat topadi degan farazni olib tushgan gap. Demak, bu nimani tushuntirdi? Amerikada 150 mingdan ortiq, 150 milliondan ortiq odamning emlanishi bilan, vaksina bilan emlanishi bilan, shaharlarning ichib o'tilishi bilan, iqtisodiy faoliyatlarning asta izg'i kelishi bilan odamlarningki xizmat tepishi, odamlar xizmat tepatidi, iqtisod gullanishga qarab menyapti degan gap. Lekin bir yeri ishsizlik nisbati 5-oyga qaragan vaqtda 6-oyda 0.1% aşkın, 5.19%. Köpçülük deyiş mümkün. Oy, bu nurgun adam hizmet yapatkan tutsa, işsizlik nispeti aşmay, işsizlik nispeti tövellemey aşıdığa iş kandak yap bu adam. İqtisadşünaslar bu yerda arqıl iqtisadi ko'rsatkichlar orqali xuddi biz o'zimizning badanimizni o'lchash orqali sog'lomligimizni bilamiz. Masalan, qon besimimiz 80 da 120 bo'lsa, ya'ni 120dan yuqorilab ketsa yoki tuvan nomer 80 dan tuvan bo'lib ketib qolsa, chataq chiqqan bo'ladi. 80 bilan 120 bilan 80 ning oralig'ida bo'lsa, qon besimimiz normal bo'lgan bo'ladi deymiz-ku. 120 dan tuvan yuqori son. Tuvanki son 80 dan tuvan bo'lsa, bu bizningki qon besimimiz normal bo'lgan bo'ladi deymiz-ku. Shuning o'xshash iqtisodiy ko'rsatkichlar bor. Masalan, ishsizlik nisbatini hisoblashda nemini asos qilamiz deganda ishsizlik nisbati deydigan bir narsa bor. Bu ishsizlik nisbati degan 16 yoshdan yuqori emgak qilish iqtidoriga ega, xizmat izlayotgan, xizmat qilish iqtidoriga ega shu kishilarningki ishsizlik nisbati. Shularning ichidagi ish topolmaganlarning umumiy emgak kuchining ichida egallagan nisbatini ko'rsatadi. Bundan sonra bu yerda umumiy emgak kuchi nima desa, umumiy emgak kuchi xizmat qilayotgan kishilar bilan xizmat yo'q, xizmat izlayotgan kishilarningki yig'indisi. Ya'ni mahraj shu ham xizmat izlayotgan kishilar, ham xizmat qilayotgan kishilar. Surat-chi desa, xizmat izlayotgan, xizmat topolmagan kishilar. Bu ishsizlik nisbati bo'ladi. Endi bu ishsizlik nisbati Nınki 0.11% işçi, gerçi ayda iş quruluşayotgan adamlarning soni 500 mingdan, 700 mingdan, 800 mingdan bo'laversa mı? Bu qandaq gap. Ya'ni nurg'un adam ish tepsa, bu ishsizlik nisbati oshmay, tushmay, ishlayotgan qandaq gap deb ba'zilar savol qo'yish mumkin. Qandaq, nima uchun shunday bo'ladi? Chunki bu yerda emgak iqtisodshunosligida bir gap bor, bir faraz bor yoki nazariya bor. O nima? O KPI yoki ray yangan xizmatchilar deydigan bir gap bor. Bir qism odamlar xizmat izlaydi. Bir yil xizmat izlab beqib, andan keyin xizmat topolmagan ekan. Bo'ldilar.
men xizmat izlamayman, baribir xizmat izlasam xizmat chiqmaydi ekan deb rayinib ketgan bir qism odamlar bo'ladi. Bu odamlar o'zimda rayinib ketganlik uchun xizmat izlamaydi, shunga bular ishsizlarningki soniga kirmaydi. Endi men iqtisodningki ishiga ergishib xizmat izlashdan rayingan odamlar emgak bozoriga qaytib kelib, xizmat izlashga qarab mangadi degan gap. Ya'ni ilgari xizmat yo'q, xizmat izlashdan voz kechgan, rayinib ketgan kishilar iqtisodning asli kelishiga ergishib, bular xizmat izlashga tushadi. Xizmat izlash bilan xizmat tepishning oralig'ida ma'lum vaqt ketadi. Shu vaqtning o'zida bular o'zini nima deb ma'lum qildi deganda, Amerikaning emgak statistika idorasi har oyda 60 ming oilani nus qilib tekshiradi. Aholini nima? Ya'ni sening u yerda 16 yoshdan ortiq kim qancha odam bor? Xizmating bormi? Yo'ldishing bormi? Balaning bormi? O'tgan 4 haftaning ichida xizmat izdingmi degan shunday savollar bilan tepib chiqadigan narsa, bu hisoblab chiqadigan narsa-chi. Shunga garchi nurg'un odamlarning xizmat tepishiga ergishib, biz ishsizlik nisbatan tuvanlashni umid qilgan bo'lsakmi, ammo 0.1% ishib ketganga bu qanday tushuntiramiz desa, dal shu ray yangan ilgari ishsizlarningki sonda hisoblangan kishilarningki emgak bozoriga qaytib kelganligidan kelayotganlardan xizmat izlayotganlardan derak beradi. Xo'sh, endi biz vabo jarayoniga iqtisodni beshimizni o'tkazdik. Iqtisodning hamma sohasi ta'sirga uchradi, chekindi. Masalan, yemak ma'voliq restoranlar deymiz, o'yin tomoshaning deymiz, shunaqa. Andan keyin qatnash transport deymiz, havo qatnashi, quruqlik qatnashi degandek nurg'un narsalar shunaqa ta'sir uchrab ketdi. Mehmon kutish deymiz, bular. Maktablarga taqilib ketdi ba'zi. Masalan, taksi, Uber, Lyft deydi pul topadigan odamlar ishsiz qoldi, chunki ko'chaga odam chiqmaganlik. Bu vaboning ta'sirida nima bo'ldi deganda, qanday odamlarning kirimi tuvalab ketdi degan vaqtda, Amerikada jumaman, Amerikani da'vatiman. Qanday odamlarning tuvalab ketdi deganda, o'qish tarixi yuqori emas, ammo ish haqi tuvan, ish haqi ishlaydigan ayollar, anadan keyin shu chet eldan kelib, masalan, Latin Amerikasidan kelib ishlaydigan kishilarningki xizmatdan tushib ketishi, ba'zi oz-soliqlar bular ochiq deydi-chi, masalan, qartalliklar bularningki xizmatdan tushib ketishi jiqroq bo'ldi, bularning ishsizlik nisbati ortib ketdi. Vabo jarayonida. Ammo oqyaqaliq deymiz, ishxonada o'tirib ishlaydiganlarning bularningki xizmatni yo'qotib qo'yish ahvolida cho'ng o'zgarish bo'lmadi. Xo'sh, endi bu vabo jarayonida ko'pchilikning xabari bor. Nurg'un zavodlar ishdan to'xtab qoldi. Chunki kishilar agar men ishlab qolsam, birsi zavodlar angliq holda kishilarning xizmatchilarni ishdan bo'shatdi. Ya'ni angliq holda deganimda, agar men bu odamni ishlatib, shunaqa kasal chiqib qolsa, bir kasal chiqib qolsa, nurg'un odamlarga kasal chiqib qoladi deydigan qo'rqinch bor. Ikkinchisi, ularningki ba'zi mahsulotlarga nisbatan aytgan vaqtda bozorda ta'minlashma, talabmi tuvan bo'ldi degan gap. Lekin asosda vaksinaning ijod qilinishi, urilishiga ergishib, shularningki tovarlarga bo'lgan ehtiyoj oshdi. Masalan, qurilishda, uy silishda ishlatilgan to'rik, yog'och to'riklarga bo'lgan ehtiyoj oshdi. Ba'zi uy silishda ishlatilgan ba'zi mulozimatlarning talab yuqori, ammo ta'minlash qisqa bo'lib qoldi, chunki ta'minlash oz bo'lib qoldi, yetarli bo'lmay qoldi. Shunga bahoda bir ko'tarilish paydo bo'lib ketib qoldi. Ya'ni baho ishib ketdi. Ya'ni buni ko'pchilik pul baholigi deb tushundi. Chunki qo'lingizga pulning setilish kuchi tuvanlagan vaqtda siz buni pulni baholashdi deb ataysiz deb tushunasiz. Manamda 150 milliondan ortiq odam, bu Amerika nufusining taxminan 50%. Bularning asosan bu cho'nglarida, kichiklar emas dahi. Bularningki amnib bo'lishiga, vaksinaning amnishiga ergishib, iqtisodda iqtisodiy faoliyatlarning normallashishiga ergishib, ko'tarilayotgan ishlar bor. Ya'ni o'tganda men GDP to'g'risida gap qildim, milliy daromadningki birinchi fasllik ishni 6.14% dedik. Ikkinchi fasllik ish to'g'risida gap chiqmadi. Ba'zilar uni yuqori deb faraz qilyapti, chiqmadi.
dastlabki estimate deb qo'yamiz. Dastlabki faraz shu yaqinlarda e'lon qilindi. 7-ci ayda e'lon qilindi. Ondan bu 8-ci ayda yana uchurlarningki to'planishini ergishib rasmiy shaklda dastlabki doklad tayyorlandi. Ondan 9-ci ayda, ondan 2-ci faslda 3-ci ay bilan 4-ci ay bilan 6-ci ayning oralig'ida iqtisod milliy daromad manchilarga eshibdi degan biz yakuniga erishamiz. Shuna Amerikaning iqtisodiy vaboning ta'sirida boshqa davlatlar nima qildi? Açık tushib ketganlikdan hukumat kengayma pul siyosatini qo'llandi. Ya'ni o'sim tuvan qildi, ham davlat pul berdi. Bu pul berishda tugamadi. Hozir haftasida 300 qo'yga tushdi. Bu markaziy hukumatningki bir yordam qildigini. Bu 9-ci ay davomlashdi. Endi pul tutgandan keyin kishilar xizmat izlaydi. Ya'ni kishilar selishtirdi. Biz odamlarni iqtisodda idraklik odamlar, rational deb qaraymiz. Ya'ni kishilar ikki xil tanlash bo'lsa selishtirdi. Maoshni qilsam foydasi nima? Maoshni qilsam foydasi nima deb. Qaysisining foydasi cho'ng bo'lsa, shuni qiladi degan gap. Shunga ba'zi kishilar masalan to'varak ish haqiga ishlaydigan odamlar men ishlab pul topganimdan bunda pul topganimdan hukumatdan bergan pulni olsam yaxshi ekan deb ish qilmayotgan bir ahvol bor. Endi u hukumatdan beradigan puli tuvanligi yo'qolgan vaqtda ular ishlamay amal yo'q. Anadan keyin yana bir narsa nima desa, odatda jamiyatlarda odamlarningki 25 yosh bilan 55 yosh oralig'idagi 30 yil har qanday bir odamning urg'ib tashqan chog'lari bo'ladi. Jamiyatga nisbatan ish qismi, ish unumdorligi yuqori bo'lgan yillar bo'ladi. Ma'u Amerikaningki emgak bozorida mushu yoshdagi odamlarningki xizmat izlashida cho'ng o'zgarish yo'q, ishsizlik, ish qurilish masalasida. Ammo 54 yosh bilan 65 yosh o'rtasidagi odamlarda azroq tuvanlash bo'lgan gap. Ya'ni ba'zilar burroq pensiyaga chiqayotgan gap. Chiqqan gap shu 1 yilning ichida, 1-2 yilning ichida. 65 yoshdan yuqorilarning ichida ba'zilar yana ishlaydigan odamlar bor. 65 pensiya ishida shunaq pensiyaga chiqsin bo'ladi, lekin yana ishlaydigan odamlar bor. Esinglarda bor, Joe Biden mana 78 yosh Amerikaning prezidenti ishlayapti. Demak, bu odam ijtimoiy sug'urtadan uning pensiya puli keldi degan gap. Chunki Amerikada o'rtacha kishilarning umri ko'rishi erlarning 79 yosh, ayollarning 81 yosh. Iqtisodiy taraqqiy qilgan davlatlarda ayollarning umriningki o'rtacha umrida farq bor. Ya'ni iqtisodiy taraqqiy qilgan ellarda ayollarning umri ko'rishi erlarga qaraganda vaqtda 2-3 yil yuqori. Endi ma'qul jamiyatlarda bu kapitalist jamiyatlar bo'lgandan keyin, ya'ni ishlaysa deydigan prinsip kuchli ko'rinib turadigan shunday jamiyatlar bo'lgandan keyin ba'zi odamlar yoshga cho'ng bo'lsin, uning aqliy qobiliyati bo'lganligi uchun uni xizmat chiqib turdi, ba'zilar maslahatchi bo'ldi. Endi bir qism odamlar bor, ya'ni yoshligida pul yig'olmagan. Bular endi uyning ijarasini to'lash uchun, bu ish uchun 65, 66, 67 yosh chog'da ishlaydigan. Masalan, ba'zilar ko'rishinglar mumkin, supermarket, ya'ni ommaviy talla bozorida ishlaydigan yoshga cho'ng odamlarni ancha-muncha uchirtib qolamiz. Shu bu yoshdagi odamlarning ichida bu xizmat qilganlarning soni jiqroq tuvanlagan gap. Ba'zilar nimishqa bir qism odamlar 2-3 million odam burun pensiyaga chiqib ketibdi 1-2 yil. Nimishqa shunday desa, ba'zilar uni tushuntirishicha, chunki uyning bahsi o'rildi emasmi? Paylarning bahsi o'rildi emasmi deb. Chunki ular ba'zi kishilar yoshligidan tatib pensiya pul qo'yibmadi. Anikin ba'zilar uy yeb qo'ydi. Uning hammasining bahsi o'rilgandan keyin, qimmat oshgandan keyin odam degan masalan 67 yoshga kirgan vaqtda bo'ldimda ishlab yurmay, jiqqan necha vaqt jiqqan pulimni hajlay deb o'ylaydigan bo'ladi. Chunki odam ishlarlasa, mashinadagi ishlarlasa, azroq orom olishni bilmasa, pensiyaga chiqqandan keyin qanchalar yashaydi uqmaydi, shundaymi? Ba'zi odamlar bor, ishlab pensiyaga chiqib bilan o'lib ketib qolgan ishlar bo'ladi. Shunga bu yerda gapni men nega olib taqayman deganda, sog'lomlik masalasiga olib taqayman. Shunga Amerikada o'tganda bir radioda anglab qoldim. 40 yosh bilan 50 yosh atrofidagi erlarningki 3 rak bo'lish nisbati ishib ketibdi. 3 rak bo'lgan erlar ishib ketibdi. Shunga mush yoshdagi mayli ayol bo'lsin, mayli erlar bo'lsin, cho'qim 3 yilni yilda bir qatim tekshiradigan azroq alomatlarda o'zgarish bo'lgan vaqtda cho'qim bir tekshirib
beqish kerak. Chunki bizning shu Amerikada shundoq yaxshi esil qarindoshlarımızdan bir mening bilishimcha 3 yosh turiblar bu dunyoda bizning aramizdan ketib qoldi. Alloh ularning yotgan joyini jannatdan qilsin. Hammasidagidek shu murak kesili bilan munosabatlik. Shunga yilda bir qatim physical examination deydi. Bedenimizni tekshirib turadigan yoki bo'lgan vaqtda cho'qim shuni doktorga deb bir tekshirib o'tish kerak. Mengimizni, a'zolarimizdagi muhim qismlarini bir tekshirib o'tishimiz kerak. Chunki oldini olish hamon davolashdan yaxshi turadi. Chunki bu sabab olimi. Cenab-ı Allah yaratishni yaratdim, yaralmışın o'zingdan degan ekan. Ya'ni sabab qil degan ekan. Bizning ota-bobolarimiz mana shu aqidaning ta'siridan nima degan? Sabab qilsa, so'batda suv to'xtaydi degan. Shunga nayti idrak bilan, aql bilan yashasak, sog'lomligimiz yaxshi bo'lsa, qilimiz degan ishlarni qila olamiz. Bu vaqtda men shu sog'lomlik haqida yozgan bir yozmam bor, kanalimda o'qib qo'ydim. Uni bir vaqt qarindoshlar anglab qo'ysanglar bo'ldi. Buning sal qarsak bo'lmaydi. Birisining gapi butun dunyoni tutib, sog'lomligini tutib etsang, bu dunyoning nima keragi deydigan bir gap bor. Nurg'un go'zal kunlarni ko'rishimiz uchun, nurg'un ishlarga to'p qo'shishimiz uchun sog'lom bo'lishimiz kerak. Jismoniy jihatdan, aqliy jihatdan, ruhiy jihatdan sog'lom bo'lishimiz kerak. O'zimizni to'xtamay betib turishimiz kerak. Bu sog'lomlik haqida deydigan gapim. Xo'sh. Endi men ma'rif haqida qisqacha to'xtalib o'tay. Ma'rif haqida qisqacha to'xtalib o'tay deganimda Benjamin Franklin deydigan amerikalik siyosiyon bor. Bu kishiningki shu Amerikaningki asos qonun yozishga qatnashgan. Bu kishining shuna bir gapi bor. Madaniyatlik, ya'ni ma'rifatlik xalq mangu qulunmaydi. Cho'qim erkinligini qo'lga oldi deydigan gap. Bu gapning ma'nosini yaxshi tushunishimiz kerak. Qaraydigan bo'lsakmi shunday. Bizning ota-bobolarimiz Mahmud Qashqaridan tatib, Yusuf Qas Hajib shu bobolarımizcha Alloh ularning joyini jannatdan qilsin. Bular bizga shunday o'gitlarni qoldirib ketgan. Ya'ni nima degan? Bilimlik bo'lish kerak, bilim o'rganish kerak. Bilimning qadriga yetish kerak, bilimlarni hurmatlash kerak degan gap. Ya'ni umumiy xalq sifatida o'zimizning yashash sharoitimizni, jamiyatimizni, hayotni, tabiatni tushunishimiz kerak. Buning uchun bilim kerak degan gap. Shu davlatni idora qilish, baxt saodatlarning ochquchi degan kitoblarning bizga qoldirib ketgani yig'in yakunlasak shu. Ya'ni bizda bor bilim kuchlik mangningar, bilim kuchlik birningar deydigan gaplar. Shunga shu ma'rifda bizmi to'xtamay o'rganishimiz kerak. Chunki o'rgangan odam yosh turadi, jangovar turadi, ruhli turadi. Kitob o'qishimiz kerak, tafakkur qilishimiz kerak. O'qimasak, o'ylanmasak, tafakkur qilmasak, keyinda qolganimiz faqatla achchig'imiz, bizning ba'zi ilojsizligimiz achchiqqa aylanib o'zimizni yeydi. Shunga shu kitoblarni o'qishimiz kerak, bolalarimiz o'zimizni tarbiyalashimiz kerak. Bir ömür özümüzün terbiyelişimiz gerek. Bir ömür öğrenişimiz gerek. Şuna bilan birlikte yaş avlatlarımızda hem terbiyelişimiz gerek. Bunun da ben köpçülükке naiti hoşallıkla yetkizdiğim bir haberim. Bizdeki Amerika'da Uygur doktorlarının sanı xil köpeyip kaldı. Qarasanglar Hindistonlik, Pokistonlik doktorlar var, chet ellik doktorlarning ichida ko'pinchisi. Lekin bizning Uyg'urlar bizning noposimizga nisbatan aytgan vaqtda bu doktorlarni xil ko'payib qoldi. Men Amerikadagi doktor Uyg'urlar degan yozmamda ham buni kanalimda o'qib qo'ydim. Uyg'urlarning dastlabda qanday qilib Uyg'ur ana tilda o'qigan bizningki Uyg'ur doktorlarning Amerikaga kelgan vaqtda qiyinchiliklarni yengib qanday doktor bo'lgan Amerikada doktor bo'lish, doktorlik kinchikisini olgan jarayonlarni yozib o'tdim. Shu chaqdagi kishilarningki ismlarini deb o'tdim. Endi bu ismlarning tizimi kengaydi, ko'paydi. Masalan, bu yil Janubiy Virjiniya shtatida o'tirishliq Ilon Mammat ismli bir inimiz shu residency program deydi. Meditsina maktabini bitirib bo'lgandan keyin chet ellik o'quvchilar The United States Medical Licensing Exam, USMLE degan examning qattiq bo'lgan imtihonlardan o'tib, test bo'lgan imtihonlardan o'tib, ondan keyin 3 yil doktorlikda bular rasmiy klinikalik tarbiyalandi bular. Buni tepish shunday test. Ammo qiyin ish yo'q.
odamga, ko'ngil qo'ygan odamga deb irodalik odamga qilolmaydigan ish yo'q. Bu inimiz bu xizmatni topdi. Shuning bilan birlikda, ya'ni mening yenimdagi singilchaqdan birisimi mushundaq programmadan birisi kirdi. Vrachlikqa, odamni operatsiya qilganga. Shuni men deymanki, dunyoning ham yeridagi bu gapni deyishimdagi sabab birisi men xush xabarlarni ko'pchilik deyish. Ikkinchisi, kanalimga ba'zi to'g'ri so'z qoldirib qo'ygan qarindoshlar bor ekan, anglaganlarga bu yassun bu gap. Amerikada doktor bo'lishninki shartlari, ya'ni chet elda doktorlik kinishkingiz bo'lsa, bir turkum bosqichlari bor. Shu mening leksiyarimni, shu meningki yozmamni bir anglab chiqing, ashundan o'ting. Ammo ingliz tilida cho'qim yaxshi bo'ling. Doktorlik imtihoni berishga qaragan vaqtda ingliz tilini o'rganish degan hech nima emas. Hech nima emas. Oson narsa bu. Til o'rganish degan nihoyat oson narsa. Yoshga nisbatan bak chek yo'q. Chunki bak chek bor desak, bu yerda yoshga nisbatan kamsitish bo'lib qoladi. Odatda bular yoshroq odamlarni oladi hamda. Ammo bak kamsitib ketmaydi. Bizningki yana bir mashina yazdım. Adil Ablat deydigan bir qarindoshimizni tepibdi. Necha yil bo'ldi. Shunga 30 necha yosh atrofida bo'lsangiz bo'shashmang. Mushuni narsani, mushu imtihonni berib o'tgan bo'lsangiz, iltimos qilavering. Mushu Uyg'ur doktorlar sizlarga kelgusidagi mushu doktorlik imtihonidan o'tib, Amerikaning doktori bo'lib kelishga elib, kasbiy xodim bo'lmagan insoniyatning jismoniy azobini yengiltishga kuch qo'shmagan deydiganlar bar yoshlarimiz bo'lsa, mana anglasanglar, cho'qim irodalik ruhli bilanlar mush Uyg'urlar sizlarga yordam qiladi. Xo'sh. Endi men gapimni ishonchga qoyillik degan gapning oxirini davomlashtirish bilan to'xtay. O'tganda men 45 davlat 6-ayning 21 kuni Kanadaning yetakchiligida 6-ayning 22 kuni Janvada kishilik huquq komissiyasining yig'inida 47 davlatni tarkib topgan. 45 davlatning imzo qo'yishi bilan Birlashgan Millatlar Tashkiloti kishilik huquq komitetiningki bizning vatanimizga berib, Xitoyning bizga qilgan shu askarliklarini ustidan bir tekshirib kelishni qo'llab 45 davlat imzo qo'ygan. Buning ichida Ukraina ham bor, ammo yaqinda chiqqan bir xabar Xitoylar vaksin diplomatsiyasini qo'llanib, agar sen shuni qo'l qo'yding, tatib olmasang 500 ming dani vaksina tatib olman deganligi uchun tatib oldi degan xabarlar chiqdi. Bugungi xabarga qarasam, bu 90 dak davlat qo'llab turgan 65 davlat Xitoyni qo'llab so'zlabdi. Buning ichida dengiz qo'ltig'i rayonidagi 6 davlat, ya'ni bu arab davlatlari, Oman, Bahrayn, Qatar, Arab Birlashma Xalifaligi, Saudiya Arabiston, yana birisi bor. Shu 6 davlat. Bular qo'llab so'zlabdi. Undan sirt qolgan 65 davlatning ichida Pokiston, Iran, Iroq, Misr, Suriyalarning bo'lishi aniq. Malayziya bilan Indoneziya bo'lmasligi mumkin, lekin bir yerga Xitoyni qo'llab so'zlagan davlatlarning ismligi, Xitoyning davlat qo'llab so'zlagan davlatlarning ismligi oshkor emas, tizimligi oshkor emas. Ammo Xitoyning mush qilmishlarini tekshirish uchun bunga qarshi, ya'ni Uyg'urlar tarafida turib so'zlagan davlatlarning ismi ochiq oshkor. Hozir 44 tushib qoldi-da endi. Endi mana 65 davlatning ichida arab davlatlaridan Iordaniya bilan Marokashdan iborat 2 davlat izchil Uyg'ur masalasida betaraf turib maydonda turib keldi. Hech qanday ifoda bildirmadi. Ammo biz zulmga uchirdik degan Falastin Xitoyni qo'llab so'zladi. Anadan sirt to'g'ri. Bugungi xabarda Qirg'iziston bilan Grenada degan davlat bu ikkisi imzo qo'ydi. Grenada degan bir orol davlati, buning nüfusi 120 ming. Ammo bu Xitoyni qo'llab imzo qo'yapti. Qirg'izistonmi imzo qo'yapti. Bu Qirg'iz xalqining sevimli yozuvchisi Chingiz Aytmatov apandim hayot bo'lgan bo'lsa, cho'qim qattiq achchiq keladi. Chunki u kishining Manqurt deydigan bir yozmasi bor. Manqurtlarni tillaydigan. Demak, hozirgi Qirg'izistonning ba'zi davlatlar nimishqa shu Uyg'urlar, musulmon, Turkiya xalq tursa, shundaq islomga eng ashad dushmanlik qilayotgan davlat tursa, bu Xitoylar nimishqa bu musulmon davlatlari
ularni qo'llaydi deb har xil savollarni qo'ydi. Buningga har xil javoblarni o'zi berishdi. Bir tarafdan deydiki, chunki bu davlatlar iqtisodiy jihatdan unga bog'lanib qolgan deydi. Yana bir qismlar deydi, chunki bu davlatlarning o'zlari hokim mutlaq diktatura, bularning idisi Xitoyning idisiga o'xshash deydi. Yana bir qismlar deydi, bu davlatlarningki g'arb ellariga bo'lgan o'chmanligi ularning Xitoyga bo'lgan muhabbatini yuqori bo'lganligi uchun shunday deydi. Demak, ashuna har xil narsalarni, har xil sabablarni ko'rsatdi. Endi bu Qirg'izistonningki ashunda shu narsaga imzo qo'yishi, bu qitim imzo qo'yishi haqiqatan nomussiz bir ish. Bu Qirg'iz xalqi oq ko'ngil, yaxshi xalq, bizning qarindosh xalqimiz. Ammo hukumatlarda hokimiyat surayotganlar manqurlashib ketganlikdan deb tushensakmi bo'ladi. Aqancha bir gaday bo'lib ketgan taqdirda bir egillik huquqli davlat bo'lgandan keyin haqqoniyat ustida turamadi. Hatto bularning Qirg'izlarning dangliq Jusmamay deydigan Manasni aytadigan artyoshlikdan balasi otib ketgan kalasi deb shunday o'qiydigan Jusmamayning navrasini Qizilsuvda Xitoylar shuni sulab qo'yibdi ekan, lagerga sulab qo'yibdi ekan. Mushumi ta'sir qilmoqda, uyg'otamoqda bularni. Qozoq Qirg'iz xalqi shu Xitoyningki Turkiy xalqlarga qilgan ziyonkashlikka uchragan chog'da endi shu Qirg'iziston hukumatining Xitoyni qo'llashi haqiqatan bir sharafsiz bir ish. Haqiqatan mana bu ne qilib jatadi mana bu Qirg'iziston hukumati deb shu aybligidek. Lekin endi boshqani ayblasakmi, og'rinsaqmi, endi ba'zida og'rinib qoldi ekanmiz. Nimishqa? Chunki yaqin ko'rganlikdan og'rinib qoldi ekanmiz. Kutgan yerdan chiqmagan ekan. Shunga bizdimi iliq bir gap bor ekan, tag'dan taga yaxshi, hamadin badang deb. Xo'sh, unda o'zi gap nima keldi? Gap yana o'zimizga keldi. O'zimizni kuchlantirishimiz kerak. Bolalarimizni tarbiyalashimiz kerak. Bizning shu Amerikadami doktorlikda Amerikada tug'ilib cho'g'ilgan Uyg'urlarning ichida doktorlik maktabida o'qiyotganlar bor. Mana shu bolalar va boshqa har qaysi sohada ishlayotgan yoshlarimiz bor. Bular keyin Amerikaning siyosatiga qatnashadi, siyosiy sahnasiga qatnashadi. Bularning parlament a'zolari bo'ladi. Kanadadami shu, Kanadadan yetishib chiqayotgan yoshlarimiz va ota-onalar bo'g'ichilar shularni qo'llab qilib berishimiz kerak. Ham 1992 yil Bill Clinton Amerikaning prezidenti bo'lib, George Bush, Walker Bushning dadasi Xitoyga 70-yillarda bosh elchi bo'lgan George Bush. Shuni mag'lub qilgan vaqtda bunda bir shuarni ko'tarib chiqqan. It's economy stupid deb. Ya'ni buni James Calvert deydigan Demokratlar partiyasidan bo'lgan shu qitimliq prezident Bill Clintonning prezident bo'lishida kuch chiqargan kishining qo'ygan chiqargan shuari. It's economy stupid. Gapning hammasi iqtisodda. Go'mosh. Uni buni deysa, iqtisod unda chekinib ketdi, unda olib ketdi, bunda olib ketdi. Gapning hammasi oxiri berib iqtisodga kirib taqildi degan gap. Ya'ni it's economy stupid degani gapning yig'inchoqlaganda gapning to'shqisi iqtisodga kirib taqildi va go'mosh degan gap bizning tilimizda. Demak, gap iqtisodga kirib taqiladi ekan, bizmi ko'proq iqtisodning gapini qilishimiz kerak. Chet eldagi Uyg'urlar shaxs sifatida qanday qilib o'zimizningki xususiy boylig'ini ko'paytiramiz. Bir kollektiv sifatida biz qanday qilib o'zimizningki Uyg'ur egiligini taraq qildiramiz. Qanchalik zavodlarimiz bor, qanchalik korxonalarimiz bor, nima mahsulotlarimiz bor, qanday yordam qila olamiz degandek narsalarni ko'proq o'ylashib qilganimiz yaxshi. Chunki biz ko'rdik, gaplarni deyish kerak, biroq ham kuch bo'lish kerak. Bu kuch, iqtisodiy kuch muhimkan. Yana men shu gapni takrorlab qo'y. It's the economy. Friends. Gap yana iqtisodga berib taqishadi ekan, do'stlar. Xo'sh, unda bo'lsa, men gapimni mishada to'xtatay. Hammanglarga xayrli haftalar, yaxshi kunlar. Davomli dunyoning hamma yerida bo'lsak, tirishayli. Avu o'zining qarindoshlari Uyg'urlar uchun so'zlayotgan, Uyg'urim millatim deb kurash qilayotgan qarindoshlarimizning hammasiga hurmat va muhabbat. Ammo mana shunday ishlar bo'lsa-mu, manqurlashib ketib, erkin dunyoda yashab turib, Uyg'urlarningki azroq bir vijdonini bir har chaqqanda kim chiqib qo'ymagan manqurtlarga nafrat. Xayr, ko'pchilik.